Assalomu alaykum azizlar, omonmisizlar? Ancha paytdan buyon video qo'ya olmadik. Ba'zi bir xil sabablarga ko'ra, sabablar har xil. Sog'lik bilan ozgina muammolar degandek, kelgan har xil tashqi muhit ta'sirlari, ob-havo, shunga o'xshagan narsalar. Xullas, bugungi video mavzuyi, bilasizmi, bizda bitta yomon narsa bor, ana vohamakashlik. Kimdir chiqargan endi mashinasini bir kamchiligi bo'lganmi yo bir prosto borib o'sha o'zingiz yashaydigan joydan bandlik xizmatidan ro'yxatdan o'tib keling deganmi. Xullas shuni vahima qilib viloyat taksilari endi Toshkent shahrida taksichilik qila olmas ekan deb vahima ko'tarib videolar chiqarib tashlashdi. Endi bilasizmi, bu vahimakashlarni vahimasiga hech qanaqangi asos ham yo'q, bir sabab ham yo'q, unaqa bo'lmaydi ham. Hech qachon bo'lmaydi unaqa. Chunki bu konstitutsiyamizga ham to'g'ri kelmaydi. Har kim xohlagan joyda mehnat qilish huquqiga ega. Demoqchiman O'zbekiston territoriyasida. Shunday ekan, ko'chalarda, Toshkent shahri ko'chalarida 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 95 polni taksi qilib yuraveradi. Bunaqa narsa yo'q, chunki asos yo'q. Hech qanaqangi bir qonun yo'q, bir qaror yo'q, boshqa yo'q. Unaqa vahima qilish kerak emas. Klient hammaga yetadi. Hammaga yetadi. Tasavvur qilasizmi? Bu narsa hech qachon bo'lmaydi. U mashinalar o'zi 70% shu viloyat mashinalari yuribdi. Agar bularni hammasini chiqarib yuborsa, klientlar hammasi ko'chada qolib ketadi. Bu aniq. 01 mashinalar uspet qilmaydi. Bular chunki ham ko'pchiligini o'zining ishi bor. Prosta bo'sh paytda chiqib ozgina bir ikki so'm podработка qiladi. Shunga men hayronman. Endi men Telegram kanallarga bahona topilmaydi. Bahona topilmaydi. Shu ana endi hamma o'zini viloyatga borib taksi qiladi. Faqat 01lar yurar ekan. Qanaqasi? Birinchidan unaqa bo'lmaydi. Eng katta patok poytaxtda. Odam patok. Mana shu odamlar ishga boradi, ishi bilan yuradi. Eng taksi ko'p kerak bo'ladigan shahar mana shu poytaxt Toshkent bo'ladi. To'g'ri, katta shaharlar bor, Samarqand bor, Farg'ona, Andijon, Termiz, u viloyatlar markazlarida ham odam rosa kerak. Endi u taksi ham shuncha yetarli. O'zi eng ommaviy, mana juda ko'p tarqalgan, juda ham ko'p odam shug'ullanadigan ish, eng effektnisi ham shu bo'lib qolgan o'zi hozir. Shu taksichilik, kirakashlik, Yandekschilik mana shunaqa bo'lib qolgan o'zi hozir. Yo'llarda ham o'zi klient ham yetarli, shofir ham yetarli. Lekin poytaxt Toshkentda har doim taksi yetishmagan. Har doim. Ayniqsa mana pik paytda qarang. Hamma qilib yuradi, hammaga klient ham yetadi. Hammani o'zining rizq nasibasi bor, o'shanga yarasha pulini ishlab oladi. O'sha bitta-ikkita mana shunaqa gaplar yoki shunaqangi videolarni ko'rsangiz, aslo ishonib o'tirmang. Endi prosta bo'lishi mumkin. Misol uchun propiskasi Surxondaryoda bo'lsa, shu joydan bandlik xizmatidan o'zini band qildi degan nima olib keling deb litsenziyani u yoqdan olib, bu yerda ishlab yurishi mumkin, misol uchun. Bitta sabab shu bo'lishi mumkin. Unga ham hali bir huquqiy bir konkret asos yo'q. Самый главный o'zi talabga javob bersa, pravasi joyida bo'lsa, mashinasi texnik ko'rikdan o'tgan bo'lsa, shaharni, ko'chalarni, odamlar bilan muomala qilishni bilsa, bo'ldi, пожалуйста. Bosmaydimi ertalabdan kechgacha. Lekin bu issiqda pachag'i ham chiqib ketadi o'zi, chunki odamni bor, chunki baquvvat odamni ham pachag'i chiqib apkash bo'lib qoladi vashi. Kechga borib mana shunaqa bo'lib qoladi odam bor. Ertalab irillab tetik bo'lib turadi, titillab.
titildoq bo'lib ana tetik bo'lib turadi. Kechga borib unaqa olib qoladi odam. U o'zi bo'lmaydi, chunki ertalabdan kechgacha rulda ham tem bo'lib shaharda yurish qanchalik qiyin, radarlar, atrofda mashinalar ko'pligi, mana bu pik probkalar, gayilar bu o'zi emas. Shu kirakashligi, shu taksichilarga tegmanglar, shu mavzuni вообще yopib tashlanglar. Ishlayversin. Hech qanaqangi gap so'zga ishonmasdan bosinglar. 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 95 bosinglar. 100% garantiya. Hech kim sizlarga hech narsa demaydi. Litsenziya bo'lsa, mashina bo'lsa, o'zi sog'lom bo'lsangiz bo'ldi. Bosing. Hech qanaqangi videolarga ishonmang. U bo'lmagan gap. Hamma o'zini viloyatida borib ishlasin degan. Bu ahmoqona gap. Bo'lmaydi ham hech qachon unaqa. Ishi bosing, ishi. Ish qilish kerak, soqqani qilish kerak. Bo'ldi. Tamom.